yeyishlik bo'lgan olma polosiniki tayyorlash usuli. Oldi bilan 2 kilogram guruchni sovuq suvda qayta pokiz yuvib olgandan keyin 1,5 kilogram qo'y go'shtini sovuq suv solib qaynaganda ko'pkini ilib etib, go'shtni suzib ilib olib, qozonga seriq qichimidan 500 gram qo'yib, ustiga to'g'ralgan bosh piyozni 300 gram solib, rasa sag'atib mayning achchig'ini chiqarib piyozni suzib ilib etib, to'g'ralgan qo'yning quyruq maydini 300 gram solib sag'aganda qaytadan to'g'ralgan bosh piyozni 200 gram solib aralashtirib, mizlik piroq chiqqanda to'g'ralgan 1 kilo 800 gram seriq qizil sabzini silib, qo'rib, tuzdan 5 gram silib, yana bir oz qo'rib olgandan keyin 2 kilogram suv quyib, 2 dona olmaning ichidagi urug'ini ilib etib, to'g'rab, ustiga tizib silib, tayyor qilib olgan go'shtni silib, tuvoqni yepib, bo'sh o'tda 10 minut dumlab, olmani suzib ilib olib, bir qo'shiq zira, bir qo'shiq shakar silib, sho'rpisining yarımchini ilib olib, yuvib olgan go'shtni ustiga tak silib, ratlab, tuvoqni yepib, o'tirhal o'tda 10 minut dumlab bo'lgandan keyin tuvoqni echib, arliqda askardiqnimiz Görüşünü öğrengende pemlen öğren, savizning ostiga tushib kelsa suv teptidi. Cho'k bilan tushk etchib, elib olgan sho'rpisini ustiga qo'yib, poloni yaxshi dam yegizish uchun ustini sepab, elib olgan olmani silib, tuvoqni yepib, o'tirhal o'tda 5 minut, bo'sh o'tda 10 minut dumlab poloni pishirib, ustidagi olmani elib olib, saviz bilan go'shtni aralashtirib, taxsiga polon usib, ustiga go'sht bilan olmani besib tayyorlasak bo'ladi.